aziz do'stlar, mana bugun biz operatorlar mavzusining 4-qismi, ya'ni belgilash operatorlarini ko'rib chiqamiz. Belgilash operatorlarini biz hozir amaliyotni birma-bir sinab ko'ramiz. Va mana dars muhitiga o'tib oldik. Endi bu yerda kodlarimizni yozamiz. Birinchisi oddiygina barobardan boshlasak. Va bu yerda bizga 10 qiymatni chiqarib berdi. Endi nima bo'lyapti? Bu yerda a'mizda hech qanday qiymat mavjud emas va a'mizga teng deyapmiz 10 da, ya'ni 10 qiymatini a'ga ta'minlab beryapmiz va bu yerda a'da 10 qiymat hosil bo'ldi. Keyingisi endi ikkita o'zgaruvchi olamiz. O'zgaruvchilar nomini var deb nomlaymiz. Va uning qiymatini 0, ya'ni hech qanday qiymatga ega emas. Ikkinchisinikini esa 10 deb beramiz. Va ikkinchi amalimiz bu bunda nima hosil bo'ladi? Hozirgi misolimizda bizga 10 qiymat chiqarib beradi. Va mana ko'radigan bo'lsak, qiymatimiz 10 chiqarib berdi. Endi buni kengaytmasini yozamiz. A barobar A va mana yozib bo'ldik. Bu yerdagi a'mizning qiymati va bu yerdagi a'mizning qiymati hozir teng, bir xil vazifa bajaryapti. Ya'ni bunisini izohga oladigan bo'lsak, bu yerda ham a'mizda 10 qiymat hosil bo'ladi. Va mana ko'radigan bo'lsak, ya'ni birinchi yozganimiz, ya'ni mana bu ko'rinish, bu ko'rinishning qisqartirilgan shakli. Endi ikkinchi amalimizga o'tamiz. Ikkinchi amalimizda xuddi shunaqa o'zgaruvchilarni olamiz. Va ularga A1 va B1 deb qiymat beramiz. Va mana bizlar dastur kodini yozib bo'ldik. Bu yerda hozir nima qiymat chiqadi? Bu yerda 30 qiymatni bizga hosil qilib berdi. Ya'ni qanday bo'ldi? 20 A1imizda 20 mavjud va B1imizda 10 va ikkalasini qo'shyapti va A1imizni o'ziga ta'minlayapti. Shu bois A1imizda 30 hosil bo'ldi. Endi ixchamlashtirilgan kodni ko'ramiz. Bu kod bilan bu kodni ikkalasi bir xil vazifa bajarib beradi. Faqatgina bu yerda qisqaroq. Buni izohga oladigan bo'lsak, dastur kodimizda hech qanday o'zgarish ro'y bermaydi. Endi keyingisi va ikimiz esa 13 qiymatlarni berdik.
va bunda e'tibor qiladigan bo'lsak, natijamiz -1 qiymat chiqib kelishi kerak. Va mana -1 ni bizga qaytarib berdi. Ya'ni qanday bo'lyapti? A2 mizda 12 qiymati mavjud va ayiryapmiz B2 ni, ya'ni 13 ni. 12 dan 13 ni ayirsak bizda -1 qiymat hosil bo'lyapti va A2 ga o'tadi. A2 da -1 hosil bo'lyapti. Qisqartirib yozishimiz ham mumkin. Ya'ni oldingi amalimizga o'xshatib -B2 ko'rinishda yozsak, ya'ni birinchi qatorimiz bilan ikkinchi qatorimiz vazifasi teng. Buni izohga olib natijamizni ko'radigan bo'lsak ham xuddi shunday natijamizni qaytarib beradi. Va bu narsa qolgan ko'paytirish va bo'lish amallarida ham xuddi shu vazifani bajarib beradi. Endigi amalimiz ko'paytirish amali. Ko'paytirish amalini ham xuddi shunday yozishimiz mumkin. A3 deylik. 10 var. Va mana nasib bo'lib, bunda ham xuddi shu ko'paytirish amalini qanday yozgan bo'lsa, xuddi shunday tarzda ishlaydi. Endi buni ham qisqartirib yozishimiz mumkin. Bu yerda ham bir xil natija chiqib keladi. Va keyingi amalimiz bo'lish amali. Deylik. İş. A4'ümüz beraber bu yerda nima uchun xato berayotganini oldingi darsimizda ko'rib o'tgandik va hozir yana bir takrorlayman. Ya'ni A4'imiz int butun son va ikkita butun sonni bo'lganimizda har doim ham butun son bizga chiqib kelavermaganligi sababli bu yerda natijamiz xato bo'ladi. Buni qanday to'g'rilashimiz mumkin? Buni to'g'rilashimiz uchun bu yerdagi var o'zgaruvchimizni double turiga tanimlashimiz kerak. Double. Va mana e'tibor qilgan bo'lsak, dasturimizda xatolik yo'qoldi. Va bu yerda natijamizni tekshirib ko'ramiz. Va mana 4. Bu yerda A4'imiz double qiymatni hosil qilyapti. Shuning uchun natijamiz butun bo'lsa ham nuqtani qo'shib qo'ydi. Xuddi shu ko'rinishni boshqa bir ko'rinishda, ya'ni A4 va ko'rinishda yozsak ham xuddi shu natijani bizga qaytarib beradi. Va buni izohga olib qo'yamiz. Va mana
Natijamiz bir xil o'zgarishsiz qoldi. Keyingi qolgan yana ikkita amalimiz bor edi. Ular sonni bo'lgandagi butun qismi va sonni bo'lgandagi qoldiq qismini topib berish amallari edi. Endi A5'imizga ta'minlayman. A5 ni qoldiqli bo'lib B5 ga. Bu yerda natijamiz 0. Ya'ni A5 ni A4 ga bo'lganda, ya'ni 10 ni 2 ga bo'lganda qoldiq qismimiz 0 qoladi. Endi buni 3 ga o'zgartiramiz. 3 ga o'zgartirsak, qoldiq qism 1 ga teng bo'ladi. Ya'ni mana qoldiq qism 1. Buni qisqartma ko'rinishi quyidagicha: A5 qoldiqli bo'lamiz B5 ga nuqta berdi. Va mana natijamiz o'zgarishsiz qoldi. Keyingi amalimiz butun qismini topish. Xuddi shu amallar, xuddi shu sonlardan foydalanamiz. Qoldiqli bo'lish amalimiz quyidagicha edi. B6. E'tibor qilinglar, bu yerda bo'sh joy qoldiradigan bo'lsak, dasturimizda xatolik ro'y berdi. Barobardan oldin bo'sh joy qoldirishimiz kerak emas. Va nuqta berdi. Va mana 3. Butun qismda 3, qoldiq qismda esa B qolgan edi. Shu bilan 4-qism darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Xayr, salomat bo'linglar.